Alloh senga jamiki yaxshiliklarni bersin. Meni o'ylab qayg'urmay qo'ya qol. O'zimni ishlarimni o'zim hal qila olaman. Oldin 50 dirham to'plab qarzlaringizdan qutuling, keyin menga gapirasiz. Men bilan urushging kelayotganga o'xshaydi. Hoziroq bu uydan chiqib ketaman. O'zingga kelib ol. U bilan adolatli bo'l. G'azabing kelganida insofingni unutma. Ayoling seni sevadi. Bilaman. Uning sevgisi meni o'ldiryapti. U meni o'ldirib bo'lgan. Agar sen ayolingga nisbatan ushbu 10 ta ishni qilsang, uyingda doim saodat bo'ladi. Ularni yodingda tut va ado etishga odat qil. Istasang bularni gapirib beraman. Eshitaman, otajon. Birinchisi, ikkinchisi, ayollar sevgi bilan qilingan e'tiborni va aytilgan gapni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ayolingga baxillik qilmay, sevgingni ko'rsat. Agar baxillik qilsang, orangizda to'siq paydo qilasan. Bu mehrni kamaytiradi. Alloh bilguvchi, siz juda to'g'ri gaplarni aytyapsiz. Uchinchisi, ayollar haddan tashqari qattiqqo'l erkaklarni yomon ko'radilar. Ular mehribon erkaklarni ma'qul ko'radilar. Hamma narsa o'z o'rnida bo'lgani yaxshi. Bu muhabbatni jozibador etib, qalbingga orom beradi. To'rtinchisi-chi, otajon? Ayollar ham erlariga yoqadigan narsalarni yoqtiradilar. Shirin so'z, chiroyli ko'rinish, toza kiyim va yoqimli hid. Shuning uchun har doim shu holatda bo'l. Beshinchisi, uy ayollar uchun bir mamlakatdir. U o'zini shu mamlakatning taxtida o'tirgandek his etadi. U yashab turgan mamlakatni vayron qilma. Hech qachon uni taxtdan tushirishga urinma. Agar shunday qilsang, uning mulkini tortib olgan bo'lasan. Ummu Zuhayr bularni eshitganda yaxshi bo'lardi. Ahmad, 6-inchisi esa ayollar turmush qurishni xohlashadi, lekin o'z oilasidan uzilib qolishni istashmaydi. Shuning uchun sen o'zing va uning oilasidagilarni bir mezonda tutishing kerak, toki seni yoki oilasini tashlashiga to'g'ri kelmasin. Agar seni oilasidan ustun qo'yish kerak bo'lsa, bu uni ranjitadi va ko'nglini og'ritadi.